Remen taqilgani shu bu foydam tegsa bo'ldi. Pulga taqalsa nima qilish kerak? Pulni topish kerak. Narsalarni ocha olasizda pul bilan. Narsalarni ko'paytirishga emas, kapitalni ko'paytirishga harakat qiladi. O'g'il bolani ko'proq qiynaverish kerak. Hayot tekis emas-da. Biz o'zi bitta anaqamiz bor-da, odamzod. Faqat vaqtimiz bor-da, sarmoyamiz. Qo'pol qilib aytganimizni kiydirmagan bo'ladi-da. Pul bilan menda juda ham pala-parcha munosabat bo'lgan. Juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganman o'zim. Sizni pulingiz просто tak yotmaydi-da. Barakadan nasibador bo'lasiz albatta. Oshqozonimda bo'larmidi? Чтобы menga daromad kelib tursa, investitsiyamdan investorsiz fikrlash deydimi? Kakani robotga o'xshab emas-da, ya'ni to'g'rilikni tugashi albatta o'sha halollikda, barakada, chiroyli ishda tugaydi. Imanum bilan baraka topdim. Asosan sabab oqibatlari bilan kurashishadi. Aksincha u sababga olib boradigan narsalar bilan kurashsak, biza ko'proq o'sha niyatimizga, maqsadimizga erishgan bo'lardik. Assalomu alaykum, ismim Abror. Qibray tumanida tug'ilganman. Kasbim mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi injeneri. Ancha yildan beri shu kasbda ishlab kelyapman. Remen taqilgani nima endi? Orzularning eng kattasi shu jamiyatga foyda berish, qanaqadir foyda keltirish. U kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Shu bu foydam tegsa bo'ldi. Ertalab ishchilar bilan yo'riqnoma o'tamiz. Xavfsizlik yo'riqnomasi bo'ladi unda. Shu kun davomida bo'ladigan xavflar, bo'ladigan ishlarga qarab yo'riqnomalarni beramiz. Ishchilar bilan o'sha qisqa suhbat bo'ladi, 5-10 daqiqalik. Demak, balandlikka chiqqanda kamarni taqamiz, kaskamizni kiyamiz, maxsus oyoq kiyim, maxsus kiyimda ishlaymiz. Xavfsizlikka alohida ahamiyat beramiz, чтобы uyimizga eson-omon ketishimiz kerak, chunki bizning uyda bilasizlar, ota-onamiz, qavmi-qarindoshimiz, o'rtoqlarimiz kutishyapti. Kuninglar yaxshi o'tsin, barakali o'tsin, hammaga omad. Yana orzularim jamiyat hayotini yaxshilash, ya'ni kasalxonalar ochish, maktab, bog'cha. Endi bularga baribir hammasi xolismi, xohlaysizmi, pulga borib taqaladi. Просто tak gap bilan qila olmaysiz uni, chunki hammasi moddiy narsalar bular. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Demak, pulga taqalsa nima qilish kerak? Pulni topish kerak. O'sha orzularga qanaqadir bu instrumentda pul. Nega asosiy umringizni maqsadi emas pul topish, pul topib o'tib ketish emas. Qanaqadir instrument, narsalarni ocha olasizda pul bilan. Misol uchun, yaxshilik qila olasiz odamlarga, kasallarni davolata olasiz yoki kimdir muammoga kirgan bo'lsa yordam bera olasiz. Bog'lar yarata olasiz, daraxtlar eka olasiz. Juda ko'p yaxshi ishlar qila olasizda moddiy yordam bilan. Sodda yashashga harakat qilaman. Chunki qancha ko'p narsalaringiz ko'p bo'lsa, o'shalar bilan ovora bo'lib qolasizda. Ya'ni ko'p vaqtingiz shularga ketib qoladi. Oddiy yashash deganda nima endi? Asosiy ehtiyojlaringiz qondiriladigan narsalar-da, shu uyingiz, joyingiz, ustingizda kiyimingiz bo'lishi. Xullas, qisqa qilib aytganda, narsalarni ko'paytirishga emas, kapitalni ko'paytirishga harakat qilaman. Ota-onam menga bergan o'rinlar beqiyos. Yoshligimda ayniqsa onamlar meni mehnatga o'rgatganlar. Mehnat qilishdan qo'rqmagan, uyalmagan, nima mehnat bo'lsa ham, ya'ni toza bo'lsa, halol bo'lsa, odamlarga zarar yetkazmasa, u ishni qilish kerak, uyalish kerak emas deb aytishgan. O'sha ishlarni qilib men yomon bo'lmadim, Xudoga shukr. Tavsiya qilardimki, o'g'il bolani ayniqsa, qiz bolani deb ayta olmayman. O'g'il bolani ko'proq qiynaverish kerak. Chunki ertaga bilasiz, hayot endi beshafqat desam, bo'rtirib o'rgan bo'laman-u. Hayot tekis emas-da. Har xil muammolar bo'ladi. Pastlik, balandlik. O'sha vaziyatlarda ayniqsa o'g'il bola o'zini yo'qotib qo'yish kerak emas. Ya'ni o'zini fikriga, o'zini bir yo'liga ega bo'lsa, hayotda yashashda qiynalmaydi deb o'ylayman. Biz o'zi bitta anaqamiz bor-da, odamzod. Faqat vaqtimiz bor-da, sarmoyamiz. Boshqa deyarli sverxmoshniy emasmiz-da. O'sha vaqtimizni agar yaxshi narsalarga sarflay olsak, umrimizdan barakali bo'ladi, просто tak yashab o'tgan bo'lmaymiz. Deylik, balandlikda ishlayapti. O'zi hayotini, atrofidagilarni o'ylab, to'xtama, hozir shu xavfsizlik kamarni taqmasam, ertaga yiqilib tushsam, ertaga nogiron bo'lib qolsam yoki hayotdan ko'z yumsam, mana ota-onam, bola-chaqam, qavmi-qarindoshim, do'sti birodarlarim mensiz qoladi deb o'ylasa, mana shu madaniyat shakllansa, men o'zimning vazifamni, missiyamni bajargan bo'laman.
baraka men uchun avvalo niyatingizdan boshlanadi. Chunki yaxshi niyat qilsangiz, to'g'ri niyat qilsangiz, o'sha niyatingizga qarab Alloh taolo ham beradi deb o'ylayman. Chunki niyati yaxshiligi, odam o'ylashini yaxshiligi ko'p yaxshi ishlarga sabab bo'ladi. Barakali deb hisoblagan vaqt hayotimda juda ham ko'p bo'lgan. Mana hozirgi mana shu kunlarim ham barakali kunlar sirasiga kiradi. Men buni qatdan bilyapman? O'sha kuningiz davomida ko'p yaxshi ishlar qilishga ulgurib qolasiz. Ya'ni kimgadir foyda berasiz, kimgadir yordam berasiz, kimgadir xursand qilasiz. Shunda baraka ulanib ketaveradi. Transheyani ozgina chuqur qazib qo'yilgan. Endi bu yoqqa hozir odamni tushira olmaymiz. Endi bu yerda birinchi avvalo xavfsizlik qoidalarini ta'minlaymiz-da. Chetlarini, ya'ni burchaklarini qisqartirib, kesib, tuproq tushib bosib qolmasligi uchun undan keyin ishga ruxsat beramiz. Avvalo to'g'rilik, yolg'on ishlatmaslik, samimiylik. Chunki ko'p odamlarni, yaxshi odamlarni tarixiga, hayot yo'liga qaraydigan bo'lsangiz, ko'pi to'g'ri yashagan bo'ladi-da. Ya'ni yolg'on gapirmagan bo'ladi, odamlarni aldamagan bo'ladi yoki qo'pol qilib aytganimizda kiydirmagan bo'ladi-da. Bilasiz, ko'p yaxshi ishlarning orqasida to'g'rilik turadi. Shuning uchun avvalo eng qadrlaydigan narsam to'g'rilik, to'g'ri yashash, qo'lingizdan kelgancha adolat qilish, adolatli bo'lish. Yana qadriyatlarim mana shu qadriyatdan kelib chiqadi. Ko'p odamlarga yaxshilik qilishingiz, foydali bo'lishingiz. Shu narsalarni men hayotda qadrlayman. Harakat qilaman shularga amal qilishga. O'zi to'g'rilik xolismi, xolamaysizmi faqat halollikka olib boradi. Ya'ni to'g'rilikni tugashi albatta o'sha halollikda, barakada, chiroyli ishda tugaydi. Shuning uchun halollikda, barakada, to'g'ri yashashda gap katta deb o'ylayman. Pul bilan munosabatlarim o'zi 31-32 yoshimgacha pul bilan menda juda ham pala-parcha munosabat bo'lgan. Chunki olib qo'yish, yig'ish, jamg'arish haqida o'ylaganman, lekin amalga o'tmaganman. Ya'ni topgan pulimni ishlatib o'rganman. Chunki u narsa olgisi keladi, boshqa qilgisi keladi, shunaqa holat bo'lavergan. Lekin endi buni to'g'rilab kelyapmiz. Hayotimda pul bilan munosabatlarda juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganman o'zim. Chunki o'sha jamg'armaslik, pulni to'g'ri joyga ishlatmaslik holatlar ko'p uchragan menda. Iman Invest bilan men o'zi 2020-yilda tanishdim. O'shani karantin bo'lgan paytda YouTube'da ko'rdim. YouTube'da ko'rib, o'shandan qiziqishni boshladim. Keyin nasib qildi 2022-yil investor bo'lish. O'shandan beri investor bo'lib kelyapman. YouTube'da reklamasini ko'rganman. Investitsiya kiriting halol yo'l bilan degan joyi, pulingizni ko'paytiring degan o'sha reklamani ko'rib qiziqib qolganman. Dalish yana qiziqib o'sha 2022-yil keyin investor bo'ldim. Endi jamg'arish yo'llari ko'p. Misol uchun kimdirlar tillaga investitsiya qilishadi, aksiyalarga yoki o'sha fond birjalarda aksiyalarga yoki ko'chmas mulkka. Endi men investitsiya tanlaganman, shu Iman Invest bilan investitsiya qilib kelaman. Endi hammasining o'ziga yarasha plus minuslari bor. Misol uchun ko'chmas mulkka oladigan bo'lsak, unga kattaroq kapital bilan kirishingiz kerak-da, ko'chmas mulkka. Endi u hammada ham bo'lavermaydi, kattaroq kapital. Shuning uchun menga qulay bo'lgani shu Iman Invest bilan investitsiya qilib kelyapman. Xudoga shukr, yomon emas. Iman ushlab qolgan jihati halolligi, ya'ni meni qadriyatlarimga to'g'ri kelishi. Sizni pulingiz prosta tak yotmaydi-da. Ya'ni u jamiyatga qanaqadir foyda keltiradi. Real iqtisodiyotga, real o'sha savdoga yo'llantiriladi. Ya'ni siz bilasizki, ham pulingiz ishlayapti sizni, ham odamlarga foyda keltiryapsiz, o'zingizdan foyda ko'ryapsiz-da. Shu joylari jozibador menga juda ham yoqadi. Iman Invest orqali investitsiya qilish meni baraka tushunchamga to'g'ri keladi. Chunki nimaga to'g'ri keladi? Chunki qadriyatlari to'g'ri,
yo'nalishi to'g'ri bo'lgani uchun, albatta yo'nalishingiz to'g'ri bo'lgandan keyin, qadriyatlaringiz to'g'ri bo'lgandan keyin baraka keladi-da sizga bu. O'shani chunki to'g'ri bo'lsangiz, halol bo'lsangiz, to'g'ri ishlasangiz, barakadan nasibador bo'lasiz albatta. Agar investitsiya qilmaganimda pulim shu moddiy narsalarga ketib qolardi, balkim oshqozonimda bo'larmidi yoki qanaqadir kerak emas narsalarda bo'lardi pulim. Yana eng qiziq tomoni aniqini bilmasinglar, pulim qayerga ketib qoldi, shuncha pul nima bo'ldi? Shu. Lekin hozir mana investitsiya qilganman, shu bilaman, ishlayapti, odamlarga foyda keltiryapti, o'zimga foyda keltiryapti. Kelajakda yana foydam oshishiga ishonaman, Xudo xohlasa. Bir yil oldin Abrorga maslahat berardimki, daromad yo'llaringni ko'paytir. Ya'ni keladigan senga foyda yo'llarini ko'paytir, qo'shimcha ko'nikmalaringni ko'paytir. Ya'ni misol uchun til bilmayapsan, til o'rgan yoki qanaqadir o'zingning ishingni kerak bo'lgan sertifikatga o'qi deb boshqa degan bo'lardim. Ya'ni qancha ko'nikmalaringiz, qila oladigan ishlaringiz ko'paysa, bu o'z-o'zidan daromadingiz yaxshilanishiga olib keladi. Sayohat qilish orzuyimlarning bittasi bor. Sayohatga ishlatmoqchiman. Dunyo ko'zi sayohat qilish, shu turli xil madaniyatlar bilan tanishish. Bilasiz, odam sayohat qilganda baribir asosiy ishingiz bo'ladi-da. Ishlamasangiz undan ajrala olmay qolasiz. Xudo xolisa shunaqangi darajaga chiqishki, ishlamaganimda ham, sayohat qilib yurganimda ham, shu bu menga daromad kelib tursin, investitsiyamdan. Men shu dunyo bo'ylab sayohat qilib, shu bu o'zim orzularimni amalga oshirishda davom etish. Investitsiyada davom etishda undan keladigan natija meni ilhomlantiradi. Ya'ni o'sha orzularimga yetishishim, ko'proq bo'sh vaqtim bo'lishi, yaqinlaringiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz, o'shalarni o'ylab, kelajakda bo'lishini o'ylab, tasavvur qilib, ruhiyat ko'tarilib, motivatsiyangiz oshib, o'shanda davom etishga charchab qolmayman. Energiya kuch olib davom etaveraman. 1 million so'm bilan boshlab ko'rganman. Anaqasini tushunib, sistemasini qanaqa ishlaydi, nima qiladi, shularni tushunib, bir mazasini tatib ko'rib, keyin yog'iga tezlashib ketganda. Shunaqa qilishsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Qayerga jurasizlar o'ynab? Shani endi telefonda gaplashyapmiz, aka. Yo'q, aka, odam olib kelib gap yo'q, ish bitirish kerak. Ammo yo'q, lekin qoidasi bilan qilish kerak-da. Bo'ladimi shunaqa qilsa qiyin emasmi? Yo'q, hozir tamom. Oddiy qoidalar, qiyin qoidalar emas. Bo'lmasiz aka. Trigonometriya, logaritm ishlaydi deyotganim yo'q-ku. Yo'q, bo'lmas. Bir qiziq voqea bo'lgan. O'sha boshida investitsiya kiritganimda menga dividend chiqqanda, endi dividend adashmasam 38 mingmidi, 49 mingmidi, to'shni eslolmayman. Xursand bo'lib o'rtog'imga ko'rsatganman-da, o'rtoq mana qara, menga dividend chiqdi deb xursand bo'lganman. Endi u bundoq qaraganda, men buni abet qo'raman-ku, bunga sen bir oy kutdingmi buni deganda, keyin endi ruhiyatim cho'ktirmaganman. Endi mayli deb vaziyat ketgan. Endi oradan bir 4 yilcha o'tdi. Dividendlar yaxshi darajada o'sdi. Keyin o'shanda ko'rsatyapman o'rtog'imga. Voy, zo'ru, menga ham o'rgat deyapti-da, o'sha qiziqyapti-da. Keyin mayli o'rgataman deb anaqa qilganman, aytganman, shu mashnaqa qilsang, mashnaqa bo'ladi deb o'rgatib. Endi atrofimda bo'ldi o'rtoqlarim menga o'sha bir gaplashib, surishganda, gaplashganimizda investor bo'lgan. Ko'z tegmasin, davom etib kelishyapti. Barakasini bersin. Xayrli, yaxshiliklarga ishlatsin. Avvalo o'zi fikrlashi o'zgarishi kerak-da odamni. Ya'ni fikrlashingiz o'zgarmasa, bu yoqdagi ishlaringiz o'zgarishi ham sal qiyin bo'ladi. Investorcha fikrlash deydimi? Hammani qilayotgan rasxodingizni o'ylab ishlatasiz-da. To'xta, men buni ishlatib qo'ysam, o'zi kerakmi menga narsa rostdan ham? Yo'q, kerak emasmi? Kel, lutchi shuni pulini investitsiya qilib, ertaga bu pul menga ishlasin deb. Degan fikrlashligi kelib olsangiz, ancha osonroq bo'ladi. Ya'ni ongli ravishda o'zingiz kakani robotga o'xshab emasda, ya'ni odamlar kirityapti-yu deb o'zingizdan his qilib, o'zingiz ongli ravishda qilsangiz bu ishni qanaqadir anaqasi ham boshqacha bo'ladi, zavqi ham boshqacha bo'ladi. O'zingiz tushunib qilganingiz ancha yaxshi bo'ladi.